Respublika ixtisoslashtirilgan dermatovenerologiya va kosmetologiya ilmiy amaliy tibbiyot markazi. O'zbekiston Respublikasining yetakchi tibbiy muassasalaridan biri bo'lib, dermatologiya, venerologiya va kosmetologiya sohalarida yuqori texnologik tibbiy yordam ko'rsatish bilan shug'ullanadi. Markaz aholiga zamonaviy va ilmiy asoslangan tashxislash va davolash usullari bilan xizmat ko'rsatadi. Shuningdek, ilmiy tadqiqotlar olib borish, kadrlar tayyorlash va malakasini oshirish, yangi innovatsion texnologiyalarni joriy etish markazning asosiy faoliyatlaridan biridir. Jumladan, markaz quyidagi yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatadi: dermatologiya, teri kasalliklarini tashxislash va davolash; venerologiya, jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarni davolash va profilaktika qilish; kosmetologiya, estetik muammolarni bartaraf etish, jumladan yuz va tana parvarishi bo'yicha ilg'or muolajalar; mikologiya, zamburug'li kasalliklarni aniqlash va davolash; plastik jarrohlik, tashqi ko'rinishni yaxshilashga qaratilgan jarrohlik amaliyotlari; soch ekish, soch yo'qotish muammosini hal qilish; podologiya, oyoq terisi va tirnoq kasalliklarini davolash. Markazning imkoniyatlari quyidagicha: 160 dan ortiq bemorga statsionar davolash uchun o'rinlar mavjud. Maslahat poliklinikasi bir smenada 100 nafargacha bemor qabul qila oladi. Zamonaviy laboratoriyalar, teri va jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasalliklarni tashxislash va ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan. 96 nafar yuqori malakali shifokor, ulardan 13 nafari tibbiyot fanlari doktori, 23 nafari tibbiyot fanlari nomzodidir. Dermatovenerologiya va kosmetologiya markazi quyidagi innovatsion xizmatlarni taklif etadi: vitiligo kasalligida avtomelanotitlarni ko'chirish, terining rang o'zgarishiga qarshi innovatsion usul. T-pigment sohasini dermabraziya, ya'ni apparat yordamida dermabraziya qilamiz va shu sohaga keyinchalik o'sha tayyor bo'lgan melanosit hujayralarimizni qo'yamiz va shu sohani maxsus materiallarimiz bor, xirurgik materiallar. O'shalar orqali yopib qo'yamiz. Shunda amaliyotdan keyin bemor qo'li sohasida joylashgan bo'lsa, bu 7 kun davomida bog'lovlar turadi. Ya'ni bemorlar hech qanaqa perevyaskalar yoki boshqa narsalar qilishlisi shart bo'lmaydi. Soch va qosh ekish, tabiiy soch tiklash, videotrixodermatoskopiya, soch va bosh terini batafsil diagnostika qilish. Hozirgi kunda biz 5000 tadan ortiq soch ekish jarayonini o'tkazganmiz, hammasi muvaffaqiyatli. Asosan bemorlarimiz 70% bu o'zbekistonlik, 30% bu chet el hisoblanadi. Jinsiy a'zolar autoplazma terapiyasi, hujayralar yangilanishini rag'batlantirish. Kondilomalar, kontagiozniy mollyuskalarni davolashda ishlatiladigan uskunasidan biri hisoblanadi. Plastik va estetik jarrohlik, lazer texnologiyalari va zamonaviy jarrohlik usullaridan foydalanish. Hozir biz bemorimizda husnbuzarni davolash muolajasini o'tkazamiz. Bu ko'rib turganingizdek PGL lazer bu qon tomirlariga ta'sir ko'rsatadi, ya'ni husnbuzarga ta'sir etuvchi o'sha qon tomirlarni yallig'lanishlarini ketkazish uchun. Bundan tashqari yana propion bakteriya akneni o'ldirish uchun xizmat qiladi bu lazerimiz. Fizioterapevtik davolash usullari, muolajalar orqali teri kasalliklarini davolash. Markaz o'zining yuqori malakali shifokorlari va zamonaviy tibbiy uskunalari bilan aholiga eng yaxshi tibbiy xizmatni ko'rsatishga intiladi. Siz kasallik to'g'risida gapirgan bo'lsak, bu kasallik surunkali kasallik hisoblanadi. Har bir bemorlarimizga umuman kasallikni og'rigan bemorlar murojaat qilayotganda, shifokorga ko'rayotganda shu narsani yodda tutishlik, kasallik surunkali hisoblanadi. Kasallikning birinchi debyuti, ya'ni birinchi paydo bo'lishi, uning klinik belgilari namoyon bo'lishi bu har xil vaziyatga bog'liq hisoblanadi. Bu tashqi ta'sirotlar bo'ladimi, ichki a'zoning o'zgarishlari hisoblanadimi? Ba'zan esa genetik, ya'ni nasliy moyilliklar natijasida ham kasallik yuzaga kelib chiqadi. Shularni hisobga olsak, kasallik boyayotgan bolalarda, ya'ni 3-4
to'rt yoshli bolalardan boshlab to 70-80-90 yoshgacha bemorlarimizda ham kuzatilgan holatlar uchrab turadi. Psoriaz kasallik uchrash belgilari bo'lgan sabablarini hisoblasak, sabablarini keltirib chiqaruvchi omillari kasallikning ko'rinishi, shakli, uni rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadi. Ayniqsa agar bolalarda ko'p uchraydigan bo'lsa, bu tanada uchraydigan kepaklanuvchi, yo'lni qishish yoki o'lgan bo'ladigan toshmalarning xarakteristikasi juda ham boshqacha uchrash xususiyatiga ega hisoblanadi. Ba'zan bolalarda boshlanadigan psoriaz kasalligi bu ko'pincha yo ota-onasida yoki qaysi avlodda psoriaz kasalligi uchragan natijasida bemorlar o'zida bolalik vaqtida boshlangan psoriaz toshmalar ba'zan infeksion yuqumli kasalliklar natijasida o'sha kasalliklarning asoratlari yoki bu kasalliklardan keyin paydo bo'lib yuzaga kelib chiqadi. Bu apparatimiz Photofinder apparatimiz hisoblanadi. Bu apparatimiz yordamida psoriaz bilan murojaat qilgan bemorlarimizda ikki xil tekshiruv usulini to'liq amalga oshirsak bo'ladi. Bu birinchi apparatimiz bu teridagi jarohatlangan tana yuzasini og'irlik darajasini hisoblab beradi va bunda bemorlarni davolashda samaradorligi va davolashdan oldingi va davolashdan keyingi holatlarni solishtirib baholab berishimiz mumkin. Va shu bilan bir qatorda bemorlarda terisi aniqlangan tugunchali va boshqa xoslarli toshmalarni dermatoskop apparati yordamida ham tekshirishimiz mumkin hisoblanadi. Bemor tanasidagi uchragan tugunchali va kepaklanuvchi, qizarish bilan uchraydigan barcha toshmalarni teridagi og'irlik darajasini baholab beramiz. Bu pasiya apparatimizda pasimetriyada har bir toshmada yuzasidagi yallig'lanish holati, kepaklanish, tugunchalar va bilakchalarning holatlari to'liq baholanadi va davolash va davolashdan keyingi samaradorlikni ko'rib berib va bemorga tushuntirib berishimizga yordam beradi. Markazga murojaat qilgan bemorlarimizni markazda tekshiruv natijalarini olishimiz uchun kelganda undagi toshmalar barchasi ham psoriaz toshmasi bo'lmasligi mumkin. Aynan shu kasalliklarni tashxislash maqsadida taqqoslama tashxislash uchun bizda zamburug'li bo'limlarda ularni zamburug'li kasalliklarni tekshirishimiz mumkin. Bu imkoniyat bizda mavjud bo'lib, ushbu laboratoriyada amalga oshiriladi. Bu xonamizda terida uchraydigan kepaklanuvchi va terida qichish bilan va uni yallig'lanish bilan kelgan kasalliklarni, zamburug'li kasalliklarni tashxislash uchun foydalanadigan barcha asbob uskunalari va kerakli bo'lgan jihozlarimiz yetarli miqdorda. Bu kasallik birlamchi natijasida yuzaga kelishi mumkin yoki ikkilamchi o'sha o'tkazilgan kasallikdan keyingi holat natijasida ham baholash mumkin. Yoshi katta bemorlarimizda, ayollarda, erkaklarda, qariyalarda uchraygan psoriaz kasalligining o'ziga xos xususiyatlari bor. Bu sababi ayollarda boshqacha holatlarda ko'proq kuzatiladi, erkaklarda. Bu misol uchun boyagi aytganimdek ichki a'zolarda bo'lgan o'zgarishlar, endokrin buzilish bo'lishi mumkin, metabolik sindromlar, shularning barchasi va tashqi muhitga keladigan iqlim taassurotlari ham ta'sir ko'rsatadi. Hozir bu sizlar ko'rib turgan apparatimiz bu plazmaferez apparati deb nomlanadi. Muolajamizda plazmaferez har bir bemorlarimizda, ayniqsa teri allergik kasalliklari va psoriaz kasalliklari va boshqa bir teri kasalliklar bilan kelgan bemorlarda teridagi allergik holatlarni, inson organizmida yallig'lanish va intoksikatsiya holatlarini davolash uchun keng qo'llanib kelinadi va har bir bemorlarimizda taxminan 1,5 soat davomida 30% qon, ya'ni 1-2 litrga yaqin qonlar tozalanadi va bemorlarimizga muolajadan so'ng o'zlarini yaxshi his qilishadi va davolash samaradorligi 2-3 baravarga oshirib beriladi. Bugun 3-marta fertilizatsiya jarayonini amalga oshiryapmiz. Foydasi yaxshi ekan. Markazga nevrodermit qichish o'sha tashxis bilan keldim. Hozir o'zgarishlar qanaqa o'zi kasalligingiz bo'yicha? Yaxshi, ancha o'zgarib, nimalar butun tana bo'yicha qichish bor edi. O'shani yaxshi hozirgi kunda. Nervni o'ynaydigan joyi ham bu ko'p qichishi bo'lsa kerak. Juda ham endi eng azob nimalardan boyagi asabga tegadigan bir kasallik desam bo'ladi. Shunaqalar masalan uy sharoitida yurganlar bo'lsa tavsiya qilamiz. Kelib bemalol o'shanaqa mana apparatlardan bemalol foydalanib qolgan muolajalar hamma salo darajada. O'zingiz ko'ryapsizmi qoningizda qanaqa o'sha toksinlar ajralib chiqarayotganini? Albatta, men birinchi kelganimda mana bu filtrlari bor o'zini. İçidan har xil o'sha qonni biz o'ylardik, anaqa bo'ladi deb. Shunaqa deb tasavvur qilardik. Yo'q, lekin ichida ancha-muncha xunuk qilib aytganda bir musor sifat nimalar bor ekan. Birinchisi juda ko'p chiqqani, sekin-sekin mana hozir kamayyapti. Sog'lom odam ham men fikrim bo'yicha bemalol kelib turib tozalasa bo'ladi. Hech qanaqa ziyon, hech qanaqa nima joyi yo'q uni. Prosta qonni tozalab, ertaga turmush tarzini yaxshilab beradi degan umiddamiz. Normal terini
xususiyatlari, bu yerda teridagi yog' bezlari, ter bezlari, qon tomir va nerv tomirlari joylashgan. Aynan teriga kontakt bo'lgan sohada terida yog' bezlari, ular ter bezlarining faoliyatining o'zgarishi, teri ustidagi mikroflorasining o'zgarishi, ya'ni terining himoya qobig'ining o'zgarishi natijasida terida xuddi sizlar ko'rib turgandek holat yuzaga keladi. Bemorlarimizda kelishganda terilarida birinchi navbatda pufakcharak toshmalar, terini yorilishi, turli xil mana ko'rib turganingdek qonash belgilari bilan va kuchli qichishish bilan namoyon bo'ladi. Bu holatlar uzoq vaqt surunkali davom etganda hatto tirnoqlarda ham o'zgarishlarga olib keladi. Xolajon, o'zi qo'lingizni qaysi sohasida boshlangandi o'sha kasallik? Mana shu tozalab o'qiganda mana shu bitta barmog'imda boshlangan. Keyin o'sha davolatdim, yo'q bo'lishdi o'rniga bunisiga o'tdi, sekin bunisiga o'tdi. Shunaqa ko'payib ketdi. Mana endi hozir to'g'ri markaz tanlab, Betarasi yaxshi qarashyapti. Hamma narsani hammasini tekshirishar ekan mana bu yerda. eslatib o'tish kerak, bu kasallik yuqumli emas. Faqat kontakt orqali yuzaga keladi va davolash choralarini aynan bizning markazimizda to'g'ri holatda amalga oshirib, yaxshi natijaga erishiladi. Bugungi kunda qo'shni davlatdan ham kelib davolanayotgan bemorlar bor, demak. Respublika ixtisoslashtirilgan markaz bo'lganligi sababli bizning markazimizga qo'shni respublikalardan ham juda ko'p bemorlar murojaat qilishadi. Nafaqat qo'shni respublika, balki Rossiya Federatsiyasidan ham, chet el fuqarolari, Xitoy, Koreya davlatlaridan ham, Turkiya davlatlaridan ham bizda kelib davolanayotgan bemorlarimiz bir qancha hisoblanadi. Bu bemorlarimizga barchasiga eng sifatli, eng yaxshi davolash usullari tavsiya qilinadi va ular hozirgi kunda yaxshi samaralar bilan davolab kelmoqdamiz. Sababi markazda eng so'nggi texnologiyadagi davolash usullari xuddi shunaqa eng zamonaviy, eng oxirgi rusumdagi davolash dori vositalari ham qo'llaymiz. Fizioterapik muolajalar, lazer muolajalar barchasi eng so'nggi rivojlangan apparaturalar olib kelib o'rnatilgan va shular yordamida bemorlar samarali davolanmoqda. Bu bemorimiz ham bizga psoriaz tashxisi bilan kelganlarida toshmalari, ikkita qo'l, yuz sohalarida toshmalar, ya'ni populyoz toshmalar bilan usti kepaklanish bilan murojaat qilganlar. Bemorimiz kelishganda terida tahlil natijasi ham olingan. Bu xulosaga qarab bemorimizga psoriaz tashxisi qo'yilgan. Hozirda mana bemorimizda davolanish endi ikkinchi kundalar tekshiruv natijalari va xulosalari olinish bilan bir qatorda bemorimizda qo'shimcha yondosh kasalliklar aniqlanadi. Teridagi o'zgarishlar, ularga suriladigan malhamlar teridagi holatga qarab tavsiya qilinadi. Endi biz sizlar kuzatyapmiz, to'g'rimi? Farzandingiz ancha yaxshi bo'lib qoldi, psoriaz kasalligi bilan Qozog'istondan kelib davoladingiz, to'g'rimi? Biz Shimkent qalasiga kelib o'tirmiz. O'sha Respublikaskiy dermatologik sentrga kelib, 11 kun bugun yemini olib, qaytib bora жатырмыз. Xudoga shukr, yaxshi. Endi albatta jalg'ashtirib kerak, albatta o'tkazib to'liq ketmagan, hali bor. Davolanish jarayonlarini demak uyga yozib berish qolgan. Uyga yozib berdik. Kelgeli bilan Sarbinoz qizimiz kutib olib yurib, chiqarib solib bugun endi xudo xolasa. To'g'ri to'dimi markazimizga? Rahmat, barcharingizga rahmat. Ancha farzandingizda o'zgarishlar yaxshi. Medsestralar qalay? Vrachlar yaxshi, medsestralar yaxshi. Agarda bizni Qozog'iston Respublikasida o'sha psoriaz, ekzema kasalligidan aziyat chekib kuzatayotgan bemorlar bo'lsa, keling, markazimiz eshiklari siz uchun ochiq. Barcha choralarni ko'rib, imkoniyatlarimiz keng. Davolaymiz va sizni salomatligingizni qayta tiklaymiz. Xush kelibsiz va uyingizga yaxshi yetib oling. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat.